Assalomu alaykum. Bugun biza Bo'stonli tumani Bo'chki Xo'jikent masjidini shunday yonida joylashgan dachaga kelganmiz. Oilaviy 10-12 kishilik dacha. Bu dachaga faqat oilaviy va ichkilisiz klientlarni qo'yishadi. 2 qavatdan iborat. Mana egalarining o'zlari suv sepib o'tiribdilar. Bu dachani narxi may oyiga ish kunlariga 1,5 million so'mdan qilib beradilar. Bayram va dam olish kunlariga o'zingizlar kelishib olasizlar. Narxi muomalasini qilsanglar kelishtirib beradilar. Basen necha? 10 ga 5 mi yo 11 a bu? 11 ga 5 razmer. Juda ham katta, lekin komfort dacha ekan. Oilaga juda ham zo'r. Mana sharoitlari, basenlar podogrev, isitilgan basenlar. Ko'ringlar, mana saunasi ham oldida. Sauna o'tinli ekan. O'tinli saunalar zo'r qiziydi va foydasi ham ko'proq. Uy hol qismiga 2 tarafdan kirsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ham kirsangiz bo'ladi, narigi eshikdan ham kirsa bo'ladi. Mana mexki mebel qilingan. Mazza qilib bu O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqan 75 talik televizor. Futbolni mazza qilib shu yerda tomosha qilsanglar bo'ladi, qaranglar. Oila davrasida dam olishga chiqsanglar, 10 kishiga 1,5 million so'm bu yaxshi narx. Qimmat emas bunaqa. Dacha, mana qaranglar, hol qismini kattaligini, bu yerda yotoqxonalari bor. Dush, tualetlar yotoqxonalarda bor. Hovlisi, tepada terrasi, veranda desa ham bo'ladi. Mana ko'ringlar, yotoqxonalari shunaqa, 3 ta yotoqxonasi bor. Va ikkitasida o'zini dush, mana shunaqa sanuzel bilan. Ko'rsataman, hozir ko'ringlar. Mana yana bitta. Dachada kuxnyasi ichkarida ham bor. Va tashqarida ham 2-etajda veranda qilingan, katta qilib terrasi. Terrasa desa ham bo'ladi, veranda desa ham bo'ladi. Salqin, quyosh shu mana qaranglar, hozir soat 4:30 bo'lgan. Qaranglar, hovli salqin. Kunduz avomimiz real vaqtda hech qanaqa montajlarsiz. Kelgandan keyin bu yog'ingiz bunaqa rasmda Photoshop ekan degan gaplar bo'lmaydi. Mana 2-etaj terrasasiga chiqdik. Qaranglar, tapchan. 15 kishi, 12 kishi bemalol sig'adi. Bu yoqda proyektor qilingan ekan. Qaranglar, katta. Shu yerda futbolni mazza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Qaranglar, tabiatda chiroyliligini. Prirodasi zo'r. Mana oshxonasi oldida. Komfort, juda ham qulay. Gazda o'choqlari. Ko'rdinglarmi? Shashlik qilsanglar mana o'tinlarni ham maydalab, tayyorlab qo'yishibdi. Yomon emas joylari, xolodilniklari, hamma narsalari ishlar ekan. Bu dachani egalarini o'zlari ishlatadi. Shu uchun yaxshi holatda saqlangan, remontlari ham sveji, qarab yurishadi. Tabiat qaranglar. Mana shu klienka qilingan ekan, yechib tashlaymiz hali deyapti. Hozircha salqin deyishyapti. Mana tabiatni ko'ringlar. Anaqa chiroyli. Salqin shoboda kirib turibdi shu joyga. Va pastga tushib ketamiz. 1,5 million so'm zo'r narx. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska qilib qo'yasizlar.